Doim ovoz yaxshi eshitilmayapti deb shikoyat qilishayotgan bo'lsa, telefoningizda bitta voksani oddiy shunday yoqib oling. Atrofingizdagi shovqin-suronlar eshitilmasdan faqat sizning tiniq ovozingiz eshitiladigan bo'ladi suhbatdoshingizga. iPhone'da suhbat vaqtida tepadan pardani tushiramiz. Tepadan mana bu telefon element управления deganni yoqib, standartdan izolyatsiya голосga qo'yamiz. Shunda iPhone'da atrofidagi oshiqcha shovqinlarni ajratib, sun'iy intellekt faqat suhbatdoshini ovozini jo'natadi. Samsungda ham xuddi shunday suhbat vaqtida suhbat ketyapti. Tepadan pardani tushiramiz. Mikrofon rejimidan ovozni fokusga qo'yamiz. Endi Samsungda atrofidagi shovqin boshqa ovozlarni ajratib, sun'iy intellekt faqat suhbatdoshda gapiruvchini ovozini jo'natadi, xolos. Obuna bo'lib qo'ying, hali telefonda o'rgatadigan narsalarimiz ko'p, billa-billa o'rganamiz. Va bu videoda ovozingiz doim yaxshi eshitilmaydigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, tiniq ovozi eshitilsin. iPhone va Galaxy'da shu funksiyani yoqib olsin. Juda oddiy.